Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Biz YouTube'da kuzatib borgan podpishchilar, mana inshaalloh keyingi obyektimizga keldik. O'shda zaptnidamiz. Inshaalloh travertin kafe ishlari. Shu uyda boshlaymiz inshaalloh. Bugundan boshlanadi. Mana bugun yetib keldik. Zaborlari, sokullari, yerlariga polni kafel bosamiz inshaalloh. Mana shu uyda hali bitgandan keyin chiqaramiz, xudo xolasa. Ho'shim chotga qilib bitiramiz. Belli jemshik bo'ladi aka-ukalar. Orqa taraflarini bazalit qilamiz hozir buni. Bazalitda polnisda o'rab turib, ustidan setga tortib, keyin kilet tortib travertin boshlaymiz. So'killari ham ideal shu olgan. Bu taraflari ham, bu taraflari ham kafel bo'ladi, so'kil qismlari. Past qismlarni kafel qilamiz. Daroshkalarni ham. Uyga yasash belli jemshik berasizlar deyapti. Inshaalloh belli jemshik qilib, chotga qilib berdi. Bitirib beramiz. Eshik romlar chekalarini tiyakadan ishlaymiz. Naturallik qilib, xudo xolasa. Biz ko'p ham ko'k ishlatmaymiz. Ko'k uyda egasi ham ulamayapti, kerak emas bunaqa narsalar. Ko'k tiyakadan qilamiz, ana shunday qilib berasizlar menga. Ko'k kerak emas deyapti. Shu polni zaboriyu o'ziyu qilib travertin qilib, xudo xolasa chotga qilib bitiramiz. Shu eshik romlar chekalar tiyakadan ishlatamiz, xudo xolasa. Kimga qiziq bo'lsa 554 bilan 72 zakaz bera olasizlar. Borib travertin kafel ishlarini xudo xolasa chotga qilib bitirib beramiz. Layklarni bosib kuzatib boringlar. Ulta kamiga.